Jamshid, Salom bo'lar. xotining ruxsat berdim dachaga chiqishga. Qorong'i tushguncha borib keling mayli dedi. Bir qanday dam olishlaringni ko'rgani kelgandim. Yo'q, ko'rasanmi? Voh, dacha shumi? Ha. Chiroyli ekan. Tog'ning havosi ham boshqacha ekan, ha? Roza qoldi. Voh, qasin ekan, do'stlarim. Bu yerda nima qilasizlar? Bu yoqda mazza qilib ovqatlanib o'tiramiz. Keyin nima qilasizlar? PlayStation o'ynaymiz. Karaoke aytamiz. Yana nima qilasizlar? Yana nima qilasizlar? Menga qiziqda. Birinchi marta kelishim-ku. Basseynga cho'milamiz. Turetskiy sauna bor. Rossiyskiy sauna bor. Mazza qilamiz. Mazza qilasizlar ekanda, yana nima qilasizlar? Yo, bu nima bolalar? Bu bilyard. Bundan tashqari stol tennisi ham bor. Mazza qilib o'ynaymiz. Qayerda yotasizlar? Yo'q, bu dachada 30 kishiga yetadigan yotoqxona bor. Yo'q, katta ekanda. Telefon. Ya xotin. Assalomu alaykum xotinjon. Ha, bular mazza qilyapti ekan. Oqtoshda Gold House degan katta dachada dam olyapti ekan. Men qolsam bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Albatta hozir. Bolalar 15 minut vaqtim qoldi. Kech tushiga 15 minut qoldi. Tez yotib olmasa meni paytda ko'rmaysizlar. Ha, keling o'zim javob beraman. Javob berolmaysan. O'laman.